klesi bo'ladi. Mana bunisi. Mana. Bu kle. Bu kipriklarni valikka yopishtirishga kerakli narsa. Valikimiz mana bu bo'ladi. Hamma naborda ham valik chiqmaydi qizlar. So'raganingizda valiklari bormi deb so'ranglar. Yoki alohida sotib olasizlar valik. Bu valik mana. Mana valik deyiladi. Buni shu qovoqqa qo'yib, kiprikni ko'tarib, mana shu klesda yopishtirib qilinadi. Bu valik razmerlari bo'ladi, qizlar. Mana L, M razmerli bo'ladi. Kiprikni uzun kaltaligiga qarab qo'yasizlar. O'zingizga moslab qo'yib olasizlar. Xo'p. Bu valik deyiladi. Mana bu yerda bir bilan 2 etap. Birinchi buni surasizlar. 7 minut 8 minutdan keyin olib tashlaysizlar, mana bunaqa kislada. Paxtali kisla bo'ladi. Olib tashlab mana bunaqa kisla bor. Mana imina mana shunday imina mana shunaqa laminatsiya. Ajoyib ekan. Buni ingichkalari ham bor. Shunda bunaqa tashlaysizlar, keyin mana bu ikkinchi etapini surasizlar. Xuddi shunaqa qilib ikkinchi etapini ham surasizlar. Buni ham shu 7 minut 8 minut ushlab turasizlar. Ikkalasini ham. O'zini laminatsiyasi mana shunaqa strichlari bo'ladi. Shu birinchi etapni surgandan keyin strich qo'yiladi. Surib bo'lgandan keyin mana strich qo'yasiz. Qanday? Ishlay oling. Xo'p, keyin mana bu yerda keratin, mana bunaqa botoks naqalari bor. Mashlarni ham surasiz. Bular 2 minut 3 minut tursa yetadi. Buni ham keyingi etap. Keyingi etap. Mana bu ham 2 minut 3 minutlar tursa bo'ladi. Keyingisi mana keratin o'zida bor. Mana bu nabor boks ichida keratini bor o'zini. Bu ham shu surasizlar bo'ldi. 8 soat suv tegmaydi. Tekkizmaysizlar 8 soat, shu 6 soatcha suv tegmaydi. Mana bu botoksni alohida sotib olganman. Bu juda ham yaxshi botoks kerak. Botoks vitamin bu. Mana shu qoshiklarni, kipriklarni zo'r o'stirib, zo'r qilib beradi mana shu. Shuni o'zi anaqada o'tgan-a? Men mana shu narsani ishlataman. Men uchun zo'ri mana shu. Har xili bor, lekin menga mana shu yoqadi. Ozgina sal achishtirishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin o'tib ketadi 2 minut, 3 minutda. Buni tartibi qanaqa surishni? Laminatsiyaning oxiridan keyin mana shuni surasiz bo'ldi. 8 soat, shu 6 soat suv tegmaydi. Buni surgandan keyin. Keratinni unda qachon suramiz? Mana keratin mana. Bu oxirida mana bu bilan bu bir xil pachti. Bu naborida bor. Men ko'proq buni ishlataman. Ha, uni o'rniga buni. Men buni ham ishlatib turaman. 1-2 minutdan keyin men buni ishlatib boraman. Hozirgi kunda mana shu laminatsiya juda ham hozirgi kunda urf bo'lgan deydimi? Shunaqa bo'lgan. Chem narasha kipriklardan ko'ra. Qatdan olasiz, mahsuba? Bularni O'rizorda sotiladi, magazinlar bor. O'zi shunaqa. Podelkalar ham bo'lishi mumkin. Ha. Lekin o'zingizlar mana orqasida yozuvlari bo'ladi mana. O'zi sotuvchilarga aytsanglar, menga original o'zim ishlatishimga yoki yaxshisini beringlar klientga deb o'zingizlar so'rab olsanglar bo'ladi. Keyin buni ichida mana bunaqa taroqlari bo'ladi. Taroqlari bilan birga bo'ladi. Mana kiprigiga ham, qoshga ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu mayda taroqlari bor. Mana kichkina taraymiz. Taraysizlar mana qo'ygandan keyin men sizga ko'rsataman. Tarab qilasizlar. Bu boks menga nimasi bilan yoqadi? Shogird bo'lib ketsaydik hali sizga. Hamma narsasi ichida. Valiki ham, tarog'i ham, keratinlari ham, klelar hammasi o'zi bilan. Bor alohida. Ular alohidaliklari endi Mahsuba qarang, keratinini ishlatsak, botoks ishlatmaymiz. Shart emas. Prosta men buni ishlataman ko'proq turishi uchun. Keratinni o'rnigami yoki keratindan keyin ishlatasiz? Keyin. Keratindan keyin ko'proq turishi uchun, zo'r qayilib, zo'r surilishi uchun, qalinlashi uchun suraman. Buni o'zingizga har doim ishlatishingiz sotib olsanglar bo'ladi. Masalan, hozir 300 ming bo'lsa, laminatsiya qoshi kiprik 300 ming bo'lsa, ozgina yoniga qo'shib, shuni o'zingizlar olib, bemalol oynaga qarab ishlashlar bo'ladi. 570 mingmi shunaqa, 600 ming. Anchaga yetadi ekan. O'zingizga ishlatsanglar. Botoks-chi mana bu botoks? Bu 200 minglar shunaqa.
Bu ham anchaga yetadi. Mana bu ham anchaga yetadi. Men uchun eng zo'r anaqa botoks Uxoda, qoshga. 200 ming bitta nominatsiya qilish, 200 ming qoshingiz alohida pul. Ha. O'shaning uchun men har doim aytaman, sotib olsanglar, endi bir xillar vaqti bo'lmaydi-da, o'zi ham qila olmaydi. Oniga qarab. Fiksatorda ham yaxshi chiqqan hozir. Masalan, Shu fiksator keyin qilaman. qilib bo'lgandan Bugungi keyin bola ertasiga yangi fiksatorlar qilib, qoshinglarni to'g'rilab ketsanglar bo'ladi. Bu tozalovchi penka, qosh kiprikni quvvat qilishdan tozalab olamiz. Очищениyasi. Ha, burni bo'lsa ham yoqmaydi. Ha, ana asta bunaqa qilib olamiz. Masalan, Qazg'oqlar bo'ladi-yu, qoshda ham qosh o'zini. chetini anaqa qiladiganlar bormi? Oqartiradigan. Mana bu qoshni oqartiradigan Vosk. anaqa. Mana Kuydirib mana olamiz. suyug'i, mana poрошок.